Ilm kishini irodasini quvvatli qilar ekan. Aniq bilasan. Nimani? Sunnatni mahkam ushlasang, baraka topishingni. Shuning uchun qiyin bo'lsa ham sunnat amalda qilasan. Aniq bilasan. Nimani? Haromga qo'l ursang, xor bo'lishingni. Shuning uchun haromdan tiyilishlikda irodang quvvatli. Boshqalar tark qila olmayotganda boyga harom ishni sen shart tark qilasan. Ikkilanmasdan shart tark qilasan. Nimaga? Ilming bor. Bu haromga qo'l ursang, xor bo'lishing aniq. Tarozidan urishni katta gunohligini aniq bilasan. Ana shu aniq biliming tarozidan urmasligingga olib boradi. Masalan, nimaga ular uryapti? Biz 100 so'm foyda qilsak, bir qop shakar sotib, ular 250 so'm foyda qilar edi va 150 so'm ko'proq foyda topganligini yutuq deb bilar edi. Uni qilma desiz, to'xtata olmas edi u ishni. Nimaga? Aniq ilmi yo'q edi-da.